Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Andijon Paxtavod qishlog'iga olib kelgan ishimiz Akfa Alumin Neo 1 qavat oyna 14,5 kvadrat bo'ldi. Kvadratlari 524 mingdan tushdi. Ustullarning burchaklari har doimgidek buklanib o'raldi. Hech qanaqa choksiz tushdi. Chekalari ham baquvvatdan ikkita ochilish bo'ldi. Hop, 2 qanotli eshik bo'ldi katta ruchkalarda. Neo ruchkalar yopilishlari bog'lasa chotki uyda egasiga yoqdi. Patagonnilar 25 patagonnik. Burilgan joyni ham burchaklarni ko'rib olasizlar kerak bog'lasa. 220 metrga keltirib olganmiz. Yangi ruchkalar ham Neo'ga moslangan ruchkalar. Bog'lasa ishlarimizdan mamnun uydagilar. Bunga shuna xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 909 95 91 Telegram va hammasi ishlayapti. Andijon vodiy bo'ylab Farg'ona, Namangan xizmat yuritamiz.